Yaxshimi ko'pchilik bugun o'rganganimiz bo'lsa, mushunga o'xshash cho'nglar ham balalar yaxshi ko'rib yeydigan qat-qat piranikning qilish usuli undaqda birlikda o'rganib boqamdiq. Buni qilish nihoyatda oddiy. Uyingizda un bilan may bo'lsa bo'ldi, unda qilib pishirib boqaylik. Buning ketadigan materiallar un, ayilda ishlatadigan suv may, shakar ham o'zingizlar yaxshi ko'radigan varinlarni tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin 1 stakan qiziq qaynagan qaynoq suv. Oldi bilan pakiz qachiga unimizni to'kib olamiz. Kaynidan mayni azazdan qo'yib, mushu may bilan yug'urimiz, boshqa hech qanday narsa qilishinglarning hojati yo'q. Mayni azazdan to'kib, musholatga ekib olgandan keyin xamirimizni o'ttirdan 2 ga bo'lamiz. Bo'lgan xamirimizning yarmini qachiqqa silib, og'zini yopib qo'yib tasanglar bo'ldi. Endi qachimiz qilib qolgan xamirga bayam tayyorlab olgan qiziq qaynoq suvni azazdan qo'yib, yug'uraymiz. Yug'urib musholatga, mushta sig'izdek holat kelgandan keyin og'zini yopib birdam qo'yamiz. 5 minut tindirib olgandan keyin shu sig'izdek yug'ilgan xamirdan azroq ilib, undan keyin bayam qo'ygan may bilan yug'ilgan xamirdan azroq ilib, mushta manti tugandek tugislar, tugib, har birisini mushta tugib qo'ygandan keyin buni yana birdan ilib, mushta men shu bindi ko'rsatgandek bo'y chiqsanlar bo'ldi, shunda qilib qatlab yana qo'yamiz. Buni qilish jarayonida kavshangni oldin to'k silib qizitib, listlarimizni tayyorlab olsak bo'ldi. Endi mushta qatlab qo'ygan xamirni bir boshdan olamiz, bir boshdan ilib, mushta ochimiz men ko'rsatgan bo'yicha yeyib olgandan keyin o'tirsiga varin qo'ysanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa cho'kili yaxshi ko'rsanglar, cho'kilini qo'ysanglar bo'ladi. Qo'yib bo'lgandan keyin buni avaylab mushta qatlaymiz. Necha qatlab bo'lgandan keyin ikki chetni mushta qilib bo'lgandan keyin buni pichoqda bo'sh, bek kesatmaysizlar, bo'sharoq kesib qo'ysanglar bo'ldi. Bason chiqadi. Endi shakarimizga milab, lislab chizib olamiz. Endi oldin qizitib olgan kavshanga silib, osti-usti 200 gradusda 30 minut atrofida pishirsanlar pishadi. Undaq sizlar sinab yiqinglar. Meni qo'yib qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.